milodiy 1959-yili 9-oyning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqlikqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili to'lg'an bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatlik bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Tokyo yerlik taftish mahkamasining taftish amaldori Nobuto oxiri o'z pushtidan bo'g'in qizni bag'riga bosadi. Hamda qizini bu yerdan hamda hargiz ketkizmaslikka qasam qiladi. Naokoni o'zining jon tomiri deb qaraydigan Shimazaki buningdan qattiq g'azablanib kundan kunga tushkunlashib ketadi. Nobuto Shimazakiga o'ziga xuddi qiziga ishongandek ishonishni tavsiya qiladi. Biroq Shimazaki buningga pisandmi qilib qo'ymaydi. Yana bir tarafdan ta hozirgacha haqiqiy ahvoldan bexabar yurgan Yezimiko Nobuto uyga qaytarib kelgan Naokoni Shimazakining qiz deb qarab uning tiliga azor berdi va kamsitdi. Tekshiribsiz Toshizoki. Peyzo. Ko'zingizning ichini samay tursangiz qandaq? Men bir tetib baqsam bo'lamdi? Yo'q. Hammaylar taq bo'lganda andin yo'q. Ko'rdingizmi? Ava meni kishigimda mushundaq cho'qilab cho'nqigan. Tekshiribsan. Ava? Mening Lazi bilan xo'shim yo'qligini bilmabdingiz. Kechir. Bu so'q sayni men tayyorlagandim. Mening Lazi yemaydiganligim dalildandik vaqtimizni tatib biletding-ku. Biroq muallim hamisha Lazi ishni tashabbus qiladi emasmi? Men bunday talaffuz tanbih bermsam bo'ladi. Bu degan mening uyim. Yezimiko. Unda qilib ketmang. Yezimiko xonim, tatliq yemaklik salomatlik uchun ziyonliqchimi? Buningga bosh qatirib ketmasangiz bo'ladi. Yemayman deganiki yemayman. Yezimiko. Ne bo'ldi? Ish necham? Yezimiko. Akam bilan. Shukr. Nimishqa Naoko qilgan basida. Axlat to'kidg'a vaqt bo'lib qoldi, men chiqay. Bu yerga siz qarab qo'yasiz. Ha. Naoko. Sayr turib ketibsiz-g'a. Kechidan bak obda aflabdiman. Bu ishni vaqtincha Yezimiko bilan Toshizoki'da maxfiy tutishimiz kerak. Tushundingizmi? Yezimikoni deb bo'lsa-mu, bir mezgil taqat qilib turing. Agar u hozirning o'zidala haqiqiy ahvolni uqib qoladigan bo'lsa, sizdimi bekrak azoblanib ketadi. Uning taqdirining qandoq bo'lishi ikkimizga bog'liq bo'lib qoldi. Tushundingizmi? Menda chataq yo'q, xotirjam bo'ling. Bunchalar jiddiylashib ketgidek nima ish bo'ldi? Bir g'alidar kishi, soqolliq bir kishi sirti turdi. Oyijon. O ketdi-da. Naoko. Siz turib turing.
Nobuto efendi, men saqchi. Kechiring, bir gumonliq ahvol uchratmagansiz. Yo'q, hech qanday ahvol uchratmadim. Baya g'alati bir kishi mishada timsiqlab yuratdi. Ehtiyot qilasiz. Bir ahvol bo'lsa darhol bizni xabar qiling. Hamsi men ketdim. Sizni avar qildik. Qalbingizni tushunaman. Lekin siz chiqsangiz bo'lmaydi. Ko'nglingizning yerim bo'lishi tabiiy. Shundaqdimi? O'zingizni tutib olishingiz kerak. Balkim uni ko'rgingiz kelgandir. Biroq Shimazaki g'ishnimi kar qilmaydi. Hozir uning kallasida keskin, azobli kurash bo'layotdi. Siz uning qishig'i bosingizmi, hech qanday ishni hal qila olmaysiz. Ikkinglar hamon bir kuni ayriladigan gap. Bu ishni men qo'yib bering. Men siz bilan Shimazakiga va'da bergan. Buning uchun qo'limdan kelishicha tirishchanlik ko'rsataman. Menga ishoning. Shimazakiga bo'lgan mas'uliyatni sizning o'rningizda men to'liq ustimga olaman. Siz qishimda xotirjam turavering. Kechiring, sirtqa chiqqandim. Nobuto, Shimazaki ustida qilingan shikoyatnomani ko'rdim. Sizni malol qiladigan bo'ldik. Oliy taftish mahkamasining sizni bu deloga mas'ul taftish qilib bekitganligini anglab, nayt xotirjam bo'ldim. Nobuto, bu nima deganingiz? Mening Shimazakining delosini bartaraf qilishda qo'llangan usulim boshqalarning ayblashiga uchragan bo'lsa-mu, lekin ta hozirgacha bu ishda to'g'ri qildim deb qarayman. Bizning bir peshvoyimiz bo'lib sifatingiz bilan bu nuqtani tushundiganligingizga ishonaman. Tushunamaganligim uchun sizni izlab keldim. Shimazakini nimishqa o'g'irlik qilib odam o'ldirish jinoyati bilan ayblamaysiz. Buning sababi Shimazaki o'g'irlik qilib odam o'ldirmagan. Meningcha odam zaxmlantirib o'lishiga zomin bo'lish jinoyati bo'yicha bekitgan tuzuk. Nobuto, siz nimishqa Shimazakini jinoyatiga ishlashni qilasiz? Yamaguchi efendi, men qonunni o'lcham qilaman. Maqsadingizni tushundim. Qonunni albatta o'lcham qilish kerak. Biroq bu delo siz bilan chetishib bo'lib qolyapti. Siz ehtiyotchan bo'lmasangiz bo'lmaydi. Siz menga ishonmaydigan o'xshamamsiz. Men ayblash prinsipini hissiyotga tayinib bekitadigan ishni asla qilib boqmagan. Bu ishda ulgu bo'lib berishingizni umid qilaman. Biroq ba'zi bir so'z cho'chaklarni anglab qoldim. Bo'ldi, o'zimni eysam sizga butunlay ishonaman. Shundoq. Men Yoshino. Sizmidingiz? Nima? Shimazaki? Darlitamdan telefon keldi. Shimazaki u yerga bir verib bizanlik qilib turyapti. Naoko xonim Darlitamga boraman deb turib bo'lyapti. Hozirli borman. Naokoni bir amal qilib tutib turing. Uydan hargiz chiqamang. Uningga ayting. Uyda xotirjam o'tiraversin. Bu ishni o'zim bir taraf qilaman. Ey, bu nima qilganing? Bu yer nemish qizil bo'yab qo'yding? Ballarning ishini aralashmasangiz-chi. O'rninglardan turinglar. Al yoqqa berib o'ynanglar. Turinglar. Ehtiyot qil. Asriq mangana. Bag'in. Bo'la. Shimazaki efendim. Sizdan o'tinib qolay. Ballarning ishiga aralashmang. Ola resimni qanday siz kerakligini o'rgatib qo'ydim xolos. Undaq bo'lsa nima ish qilib aqirib so'zlaysiz? Mening ovozim azalda shundoq. Meni bosh quribdi ketdingiz-ku.
Yoshino efendim. Aslida teptiş janoblari qadam tashriq qildi-kanda. Shimazaki. Sizga aytib qo'yay. Naokoni qaytirib bersangiz mo'shiyada o'laman. Undaq insofsizlik qilmang. Siz nima qilmoqchi? O'rningizda turing. Qo'lingizdan kelganini qiling. Naoko xinim, qochmang. Naoko xinim, siz ketsangiz Toshisoki xafa bo'ladi. Naoko xinim. Naoko xinim. Naoko. Siz hurmat sharobini ichmay, jazo sharobini ichmoqchimi? To'la kapshimang. Naokoni darhalman qaytirib bilan. Shimazaki, siz nimishqa g'araz uqmaydigansiz. G'arazni nimaligini uqmayman. Faqat Naokoning meni qizim ishkanligini bilaman. Gapimga quloq soling. Gapingiz bo'lsa, chiroyli o'ltiribdan. Bu yerdagi begunoh bolalarni cho'shitib etmang, ha? Mening ishimla qaringiz bo'lmasin. Shimazaki. Ner turing. Sizni ner turing da'vatiman. Ochig'ingiz chiqadigan ish bo'lsa, meni qandoq urib olsangizmi roziman. Lekin u yerga berib olib, bolalarning tishig'i tegmang. Nem dedingiz? Sizdan o'tinib qolay. Sizni qo'rqayva qilganga bir to'yg'izib qo'ymasam, o badbaxt qor yuz. Naokoni men qaytirib beramsiz yo'q. Yo'q. Qaytirib beramsiz yo'q. Qo'l yandurmasiz. Nemish qo'l yandurmaysiz? O badbaxt. Siz degan merdona odamdingiz-ku. Buni e'tirof qilgan turug'liq. Yana nemishqa? Yaxshi. Oh, badbaxt. Nima tilingizni chaynaysiz? Naokoni men qaytirib beramsiz yo'q. Yo'q. O'rningizda turing. Nobita, erkak bo'lsangiz o'rningizda turing. Sizdan o'tinib qolay. Uyga berib olib bolalarni qo'qatmang. Ularni oromida qo'ying. O'tinib qolay. Qo'yvolashma! Esingizda bo'lsin. Naokoni chiqarib bermaydigan bo'lsangiz, teringizni ta'tir suyman. Naoko. Sizga qancha qatim aytdim-ku, bu yerga nima chiqib keldingiz? Kechiring. Sizga o'val qilib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Uni afu qiling. Uni kechiring. Naoko. Naoko. Bayağı işlerini butunlay unutib keting. Mening bunday qilishim Shimazaki uchun. Mana bular taqdirning bema'ni chaqchiq tufaylidan bir mahal mushkul musobaga qadam tashlagan doda bola edi.
Naokon chaqirib qo'ying. O uyda yo'q. Nima? U mush uyda-ku. O yo'q. Naokon bir ko'rib olsam bo'ladi. Tez bo'l. Tili yo'q. Bana yalgan söz deme. O mush uyda. Bilmayman. Sizni o'tinib qalay. O yo'q. Sizni o'tinib qalay. O yo'q. Nətligini bilmayman. Sizden o'tinib qalay. Odam bormi? Onu derhal chaqirib qo'ying. Qo'ying. Meni qutqizinglar. Meni qo'yib Nima qilyapti? Sen nima qilyapsan? Siz bak. Ben kızını köyünü kegettim. Yavaş bak. Beni koyutunla. Beni koyutunla. Beni koyutunla. Nima? Shimazaki qo'lga ilindi dedingizmi? Ha, hajab obdan bo'ldi. Baxtimga yarasha saqchilar kelib meni qutqizib oldi. Siz basınız bo'lmaydi. Basınız mı hiç qilolmaysiz. Biroq Bu ishni men qo'yib bering. At saqchi mahkamasiga berib so'zlashib baqay. Faqat amal bo'lmasa, advokat Yamamura Miyakoni yordamga chaqiramiz. Naoko. Mana ishligin kelmasin. Saqchi mahkamasiga telefonni men bergandim. Aslida Shimazakini siz qo'lga oldirib o'tibkansizda. Onu ko'rsamni qo'rqib ketadiganman. Menga hajabim qarab ketding-ku. Bundoq odamlarga uchrab qolganda saqchi chaqirmsaq bo'lamdi. Vay, Yoshino'nun uyi. Saqchi mahkamasi? Ma'qul. Nemişken? Saqchi mahkamasidan kelibdi. Shimazaki Naoko xonimni o'ziga kepil bo'lishga ko'rsatdi. O'zim so'zlashay. Bey. Tushundim. Bu ishni o'zim bir taraf qilay. Sizni avar qildik. Hergiz ensirmang. O meni kepillikka ko'rsatgan tursa, bansam qandoq bo'ladi? Naoko. Maqsadimda nimishga tushunmaydigansiz. Sizning o'rningizda men borsammi o'xshashqu. Bu nima qilganingiz? Taftish mahkamasi ustingizni e'tiroz bildirayotgan tursa. Siz kim bo'lasiz? Sizni tanimaydi ekanman. Men kepillikka Shimazaki Naokoni ko'rsatgan. Qo'ramig'i yetmaganlar kepil bo'lolmaydi. Onun bilan karim yo'q. Ish qilib Naoko kemingiz bu yerdan olmayman. Shimazaki. Unda qamoqatlik qilmang. Hozirgi ahvolingizni unutib qolmang. Saqchi efendi, sizni o'tinib qalay. Meni mo'shiyaga qamab qo'ying. Rostini aytsam, Naoko kemingiz bu yerdan ayrilg'im yo'q. Shimazaki. Undaq joylik qilmang. Nima degan omaqa? Sizning mana shunday davringiz bo'lgan bo'g'aydi. Balalik chaqlaringiz qandoq o'tgan? Sizlab bersangiz qandoq? To'la gap qilmisiniz-ku? Mana bilemsen. Rahmat. Sizga aytdim-ku, men Sibiriyada turmada yetib chiqqandan keyin hech kimga ishonmaydigan bo'lib qoldim.
Kechiring, saqchi mahkamasiga men baray dedim. Biroq amdila e'tiroz bildirgan taftish amaldori shu delodagi gumonliq jinoyatchiga kepil bo'lishga bo'lmaydi. Kechiring. Bo'ldilar. Bundaq gaplaringizni to'la anglab ketdim. Kechiring. Qarang sizni. Anglasam, siz Shimazakiga bo'lgan barliq mas'uliyatni ustingizga olmoqchi bo'psiz. Rastilla, shunda qila olamsiz, ha? Buningdan boshqa chora yo'q. Naoko bilan Yezmikoni deb bo'lsa-mu, bir amal qilib Shimazakining normal kishilar xos hissiyotini asli keltirishiga yordam berishim kerak. Bo'lmasa, uyimdagi Yezmikoga haqiqiy ahvolni mengu aytolmay qolaman. Bu uning uchun foydasiz. Ko'nglingizni tushunaman. Biroq Shimazaki niyatidan yanami? Yenishi mumkin. Chunki u bir mahal Naokoga yurak qalbini izhor qilgan. Buningga bir nim demoqdasiz. Shimazaki urush mezgilida Jongoning sharq shimoliga aldab opirilib ekan. O shu chaqni tatibla hech kim ishonmaydigan bo'lib qopti ekan. Endi etishgan yerga to'sabgandek bo'ladi-da. Bu Shimazakining topgan bahonasi. Onun Toshisokining dadasini o'ltirishimi urushning o'chini ilish uchun bo'lgan. Urush apkagan jarohatlarni saqaytish aytmoqqa o'ng'ay. Biroq yeshi bizning cho'ng kishilar uchun elib aytganda urush ularga apkagan jarohatlarni saqaytish uncha vala o'ng'ayga tushmaydi. Balkim shundaqdir. Agar rostila shundaq bo'ladigan bo'lsa, Shimazakining qonliq jarohatini saqaytishib beradigan odam bo'lish kerak. Lekin urushning jarohatlari davlat shaxslarga apkagan jinoiy oqibat. Uni biror shaxs qandoqmi saqayta olsin? Buningga bir umr vaqt ketishi mumkin. Agar Shimazakining qalbidagi jarohatini saqayta oladigan bo'lsam, o mendek bir teftiş amaldori uchun eng zo'r xo'shallik hisoblanadi. Buning uchun keyingi umrimni sarf qilsam-mu, roziman. Keyingi umrimni sarf qilsam? Shundaq. Biroq sizning sehriy kuchingiz dal mush yerda. Mana bu Yoshino Nobutoga xos xislat. Endi qat'iy erishadigan vaqt yetib keldi. Bo'ldilar. Bozorga berib, moda ko'ynakdan birini setib olib, disko o'ynaychi. Xayr, xo'sh. Qarang, balla anamiz bilan birga turimiz deb g'avg'o qilib. Oxir onam ularni uyga kelib qo'ydi. Kechiring. Nobutoning dadasining matam rasmi oyoqlashdi. Naokomo Nobutoning uyiga qaytib keldi. Endi Nagoyaga qachon qaytib ketasiz? Naokoning Yoshinoning uyiga qaytib kelgandan keyingi holatini bir ko'rib olsamni bo'ladi. Balkim u emasdi. Naoko bilan Nobuto ota-bola ikkalarining cho'nqur mehr-muhabbatli ko'rinishlarini ko'rganda sizningmi? Siz tushundim.
Ey? Haruyoshi ne ketdi? Bayta xoylat oyna oxtatdi. Haruyoshi. 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 Neme ekan bu? Marojna preymo. Bu nemiş? Ha? Bunun hayran qaldık nemesi var? O bek omakken. Marojna prey dedim. Rahmet sizge. Tesma. Ey, hanım. Sizge deydigan gepim var edi. Nemi getdi? Bu ya deyişki evsiz bulam eken. Üye girip sözleşeli. Canım. Shimazaki efendi. Tesma. Bey, ben Nobuto. Otaki efendi. Shimazaki? Uyum günümde bastırıp kirsiz. Onda xursandlik qilmam. Naoko'ning xonimimiz bilan Yoshino'dan bo'lgan bola ishkeligini men o'zingiz aytib bermaganmidingiz? Biroq Yomiko hozir uyimdagi bolalarımın anısı. Shek shubhisizki, o Naoko'ning manasi. Naoko'nun bilan ailem bilan hech qanday aloqasi yo'q. Nemishqa aloqasi bo'lmaydi ekan. Onda bo'lsa nemishqa turmaga meni izlab berib, og'zingiz kagin jo'ylaysiz. Bu yak zat nem deb kelgandingiz? Rostini aytsam. Sizga deydigan gapim bor. Siz Yoshino'ning uyiga berib, Naoko'ni menga chaqirib bersangiz bo'pti ekan. Unda qilsam. Qandaq bo'ladi? Nemişqim tushunmaydigansiz. Ayolimning Naoko bilan hech qanday aloqasi yo'q. Uyimda darhol chiqib keting. Ajab yaxshi o'ylabsiz. Xonim, agar siz uchtal qarmaqning gapini chiqarmagan bo'lsangiz, Naoko'ni haq olib qochmaydi. Shundaqmi? Otaki efendi, siz bu gapni menga aytib berib, saxtbazlik qilib ekansiz-da. Bu degan javobgarlik masalasi. Javobgarlikni ustingizga olmasangiz bo'lmaydi. Meni kim uchun javobgar bo'l deysiz? Men hech kimga javobgar bo'lmayman. Shumi gapmi? Agar ishkinglar o't quyruqlik qilib yurmagan bo'lsanglar, ish bu darajaga berib yetmaydi. Sizga deb qo'yay. Naoko agar qishim qaytib kelmasa, bu yerdan hargiz ketmayman. Men chiqib qarab boqay. Sizdan o'tinib qolay. Qaytib keting. Jiddiylashman xonim. Bu yerga Yoshino'dan boshqa hech kim kelmaydi. Tez bo'ling. Uni bu yerdan darhol olib keting. Biz ikki oila o'tirishga munosabat allaqachon uzilgan. Jiddiy qilsanglar boshqa berib qilinglar. Shimazaki. Agar Otaki efendi saqchi idorasiga telefon beradigan bo'lsa, shaxsiylarning uyiga bostirib kirish jinoyati bilan qo'lga ilinib ketasiz. Buni eskartib qo'yganligingizga rahmat. Sizning yaqinlik nasihatlaringizni hamisha anglab turganligimdan cheksiz faxrlanaman. Qarag'anda Naoko'ning o'z ota-onasining qo'ng'otlari tutishayotgan o'xshaydi. Yomiko allaqachon. Xonim, sizning bir ishni o'tinaman. Naoko'ning bilgidagi 3 tal qarmaqning gapini bir mal esingizni yo'qitib xato deb soldingizmi qandaq? Nimalarni jo'ylayapsiz? Xato deb solgan bo'lsangiz, Otaki efendim bundan keyin bu ishdan xotirjam bo'ladi. Bu gapcha siz bundan keyin bizni yana qandaq xonim? Odamni undaq bo'zaq qilma. Yuzimikoni haqiqatan men tuqqan. Oxiri o'zingizning gapini rad chiqardingiz-da. Shimazaki. Saq chaqirib kelmoqchi bo'ydan chiqib ketmaydi o'xshamsiz. Xonim, kechiring.
Bana bir stakan soğuk kaynak su versiniz boptu iken. Mening moş gepim taxta silish jinoyatiga to'shamdi. Emas men ketdim. To'xtang. Buniki uyim kelib, jidal chiqamaslikqa va'da berelimsiz. Vaqt kelganda ko'ramiz. Sizni o'tinib qolay. Buniki uyim kelmang. Bu Yoshino apandim bilan xonimingizning bundan keyingi pozitsiyasiga bog'liq. Yoshino efendi, sizni o'tinib qolay. Shimazakining talabiga ma'qul bo'ling. Siz bundaq desangiz qandaq bo'ladi? O'tinib qolay. Yezmikoni uning g'ayrigiz bermang. Yumiko, nima deb jo'ylaydigansiz? Uyimiz buzib ketsin, qarningiz yo'q o'xshamamdi. Yoshino efendi, bu ishni sizga topshirdim. Shimazaki. Qat'iy niyat kelib, Naokoni men qaytarib bering. Sizni nima desam bo'la? Qani biz shart qo'yishib baqaylik. Agar men Naokoni qaytarilishdan voz ketsam, ustimdan qilingan e'tirozni qaytarib olamsiz. Nima? Ustimdan qilingan e'tirozni qaytarib olamsiz deyapman. Qaraganda ikkinchi sotdan toza qo'rqib o'tibsiz-da. Sizni ko'rib qo'ydim. Og'zingizni menga yordam qilaman deb qo'yganingiz bilan. Jiddiy paytda yana o'zingizni ayaydigansiz. Demak, e'tirozni qaytarilishni xohlamaysiz, shundaqmi? Bu mening xususiy ishim emas. U haqiqat va adolatga berib taqildigan masala. Yana quruq vaziyat qilib turdingiz-ku. Ayting, adolatga nima? Haqiqatga nima? Men mo'shada uxlayman. Talatingizni qarang. E'tirozni qaytara olamsiz yo'q? Qo'lingizdan kelmaydigan o'xshamamdi. Ondaq bo'lsa, bundan keyin Otakining uyidan biri qalayimqanchilik chiqsa, meni izlamangmi, ha? Shimazaki, nima qilmoqchi? Meni urmoqchimi? Urmoqchi bo'lsangiz, qo'rqmay mushetivering. Bir dam moyimga mutganmiginni. Menga rahim qilib, bizni tezroq qutqizing. Unda yana bir qatim yuz beradigan bo'lsa, butun oilamiz tugishidi. Sizni o'tinib qolay. Otaki efendi, sizga qo'limda kelish yordam qilaman. Xotirjam bo'ling. Uning haqiqiy ahvolini aytmagan bo'lsam bo'pti ekan. Bizga bir yaxshilik qilib qo'ying. Bundan keyin Shimazaki yana shunday uyim kelib oladigan bo'lsa, u chaqda ishmi qilmay, uyini beqib o'ltasam bo'ladi. Xonim hozir Nagoyaga opirib qo'ydim. Eliq kundagi ishdan keyin uni bolalar bilan birga yurtimga opirib qo'ydim. Biroq Shimazakining abdidan u Nagoyag'imiz deb berishni yanmaydigan o'xshaydi. Tapchi efendi, sizni o'tinib qolay. Menga yordam qo'lingizni sunib qo'ying. Tez turibsiz. Tez turibsiz. Baya Kamimur efendi meni chaqirtibdi ekan. Bir sig'aliti bir telefon baga o'xshaydi. Qani ayting, telefonda nima debdi? Shimazakini 3-qatim ochiq sud qilganda, siz Shimazakining qizini sudga chaqirtgan emasmidingiz? Men bo'pti. Telefon bergan kishining maqsadini tushungili bo'lmaydi ekan. O Shimazaki Naokoni amaliyot taftish amaldorining qizi edi debdi. Telefon bergan kishi er kishi ekan. Bu yerdagilar ishonmabdi ekan. U hozir uyingizga berib ko'rib beqishni aytibdi. Bu Shimazaki'ze. Shimazaki yana bir ishtara o'xshamamdi. O telefonda yana nimalar debdi? O Naoko taftish amaldorining qizi. Buni taftish amaldormi? Aqlig'icha advokat Yamamura Miyako xonimni aniq biladi. Biroq chandırmay yuriydi debdi.
Bu sizga qarshi chaplaganlik. Mushundaqmi degan bormi? U nima maqsadga yetmoqchikin? Malol ko'msangiz, advokat Yamamura Miyako'ga telefon atmoqsangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Vay, bu teptiş mahkemesizdeki Nobuto'nun aşxanası. Miyako hanım bormi? Vazifasida istifa berdi. Miyako hanım vazifasida istifa berib ketib qoldi. Tepkiş efendi, bu xabarni hajab uqmay qapsizg'u. U burunli Germaniyaga o'qishga borgandan gapini qilib berdi. Pasport qatorliq rasmiyatlarni allaqachon bejirib bo'lgan. Faqat yo'lga chiqish vaqtini qayta kechiktirib kelgan edi. Buningdan faqatli xabarim yo'q ekan. Bu vaqtda u menga ig'iz ichib boqmagandi. Shundaqmi? O tunigin tuyuqsizla chet elga chiqadiganligini, hamda sizga muvaffaqiyat tilaydiganligini, qonun bilan davlat bilan shaxsning munosabati masalasida sizning qanday hukm chiqaradiganligingizni to'rt ko'z bilan kutayotganligini. Onun bu qatim Germaniyaga berishimi, dal mushu masalada astoydil izdinish uchun ekanligini sizga yetkazib qo'yishimni aytdi. Miyako xonim tushadigan aeroplan soat qanchada uchadi ekan? chiqqidek bir aylanib kelgim bor. Biroq siz unda qila olmaysiz. Qayerga borsingizmi? Ko'z oldingizga bu boshqa tinchlikdan qutula olmaysiz. Sizning zodi g'amingiz yo'qmi? Mening nima g'amim bo'lsin? Poytaxtchilikning mushinchilik foydasi bor-da. Dunyoda yo'q yerdan putaq chiqirdigan. Mo'shundaq odamlarmi bo'ladi ekan? O Shimazakining qizi amaliyat sizning qizingiz ekanligini. O qizning hozir sizning uyingizda turayotganligini aytibotdi. Mo'shundaq bema'ni ish bo'lamdi. Kamimura efendim, amaliyatda bu zodi qanday ish? Bu ish rasmi? Ayrim vaqt chiqarib, bu ishni sizga tafsili doklad qilay. Nobuto, men sizga ishonaman. Meningcha bu butunlay ig'vo. Agar rost chiqib qolsa, ikkimiz nayt o'sal ahvolda qolamiz-chimi? Men o'ylanib bo'ldim. Sizni hargizmi bu ishga chetib olmayman. Gezi kelganda aytib qo'yay. Agar Shimazakining qizi hozir asli sizning uyingizda turayotgan bo'lsa, bu uchuq chiqqan bema'nilik bo'ladi. Shundaqmi? Bu ishni boshqa bir kuni sizga tushuntirib qo'yay. Nobuto! Naoko! 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 Nima bo'ldi? Hech nima. Uxlayolmayapman. Aslida sizgansizda. Aka, darg'arit ovoz olmadingizmi? Ha? Yo'q. Uxlang. Aka, Naoko bu uyga kelgandan buyon qo'rqadigan bo'lib qoldim. Qo'rqidek nima bo'ldi? Uxlang. Naoko! O'zingizni besib oling. Biroq men Shimazaki hozir nima qilarini bilmayotdi. Tushundingizmi? O'zingizni besib oling. Naoko!
Nima ish? Ettigen o'rnimdan tursam Naoko yo'q turdi. Men yanılı Shimazaki dadamning qishiq kessam bo'g'idek. Meni kechiringlar, Naoko. Öz yanığı qaytırıp kelgan qizi tong saharda tuyuqsiz ketib qoldi. Nobuto Darletamga berib Naokoni qaytırıp kelmoqchi bo'ladi. Biroq Naoko Shimazakining og'iz og'rig'iga chidayolmay, uning bilan birga bo'lish qaroriga keladi. Buningdan ta'sirlangan Shimazakining ko'zlaridan taramlab yosh oqadi. Izumiko Nobuto bilan Toshisokining Naokoga tutgan muomalasidan norozi bo'lib, o'zi yolg'iz dengiz bo'yi qarab yo'l oladi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 18-qismini ko'ring.